O'zbekistonda umuman dunyo miqyosida Butun dunyo bo'yicha 4,5 milliard parazitlar bilan zararlangan. Odamni o'limiga sabab bo'layotgan narsa bu parazitlar. 10 ta bemordan 9 tasida bu narsa aniqlanadi. endi o'zimizda ham vaqt kuzatib tindag'imizni tishimiz orasiga solib yursak, sani qurting bor shekilli deyishyapti. Yaxshi qo'llanilmagan yoki yaxshi pishirishga ishlov berilmagan go'sht mahsulotlari orqali. Maydalab chesnoyni sutga aralashtirib berishgan, ichganmizda ular achchiq bo'lardi, bilasizmi? Ichganlar bo'lsa kommentda yozinglar-da. Bu ta'sir o'tkazadi. Bu yana foydasi bor. Bekor ichmagan ekanmiz. Lekin undan ayrim turi bor chesnok. Chesnoyda ham farq qiladi. Farqi bor. 3 kishiga faqatgina eng chiroyli komment yozgan insonga yoki haqiqatdan o'sha farzandi agar shu kasallik bilan aziyat chekayotgan bo'lsa, o'sha insonga bepul tashxis qo'yib muolajasini qilib bersak. Bemalol faqat kommentga e'tiborli bo'lasizlar. Sardor akani o'zi ham o'qib chiqadi. Shuning uchun bosamiz. Xo'p, avvalambor assalomu alaykum Sardor aka. Bugungi kunda siz mutaxassisligingiz asosan o'sha O'zbekistonda umuman dunyo miqyosida dolzarb mavzulardan biri gijja mavzusida gaplash uchun bugun siz bilan mana shu studiyada ko'rishib turibmiz. Ozgina o'zingiz haqingizda ma'lumot bersangiz. Va alaykum assalom. Avvalambor rahmat chaqirganingiz uchun. Men o'zim shaxsan vrach kardiologman, yurak doktori. Lekin xalq tabobati bilan yo'nalishida girdoterapiya, hijama bilan, fitoterapiya bilan shug'ullanib yurib, parazitologiya yo'nalishiga ham bir 10 yil bu yerda bo'ldi kirib kelganimizga. Shu sohalarda xalq tabobati bilan zamonaviy tibbiyotda integratsiya qilish bilan, ikkovini birlashtirish bilan shug'ullanib kelyapmiz. Sardor aka, bugungi kunda ancha ijtimoiy tarmoqlarda biz O'zbekiston ham faol bo'lib qoldi. Shu kabi podkastlar, umumiy informatsion videolar har jihada, har bitta mavzuda desak topa olamiz bugungi kunda YouTube ijtimoiy tarmog'ida. Keling shunday bir xalqimizga manfaatli intervyu qilsak-da, ya'ni sizdagi bor bilimni boricha mana shu xalqimizga bersak. Hech narsani yashirmasdan shu boricha bir ochiq suhbat qilsak-da, bizni ko'rgan shu obunachilar yoki bemorlar desak, o'zida nimadir sezayotgan yoki o'sha narsa borligini yoki ozgina so'ng manfaatli bir nima olishsa. Nima deysiz? Kelishdikmi? Kelishdik. Shunga ham rozimiz. Bo'ldi. Hop, unda iloji boricha mahkam o'tirib olasizlar, chunki juda ham bugungi kunda farzandlarimiz, umuman oilamiz, ya'ni har bitta shaxsiy insonning o'zida menimcha bugun kuzatiladigan mavzuda gaplashamiz. Xuddi shunday. Xo'p, birinchi mavzu hozirgi kunda O'zbekistonda parazitlar bilan kasallanish darajasi qay darajada? Bizi mana gijjalar bilan zararlanishni hisobga olib aniqlaydigan bo'lsak, gaplashadigan bo'lsak, точно hozir bitta katta ma'lumot yo'q. Lekin biz butun dunyo sog'liqni saqlash tashkilotini VOZda 2025-yildagi statistikasini olib gapiradigan bo'lsak, butun dunyo bo'yicha 4,5 milliard aholi parazitlar bilan zararlangan. Har yili 16 millionta odamni o'limiga sabab bo'layotgan narsa bu parazitlar. Endi bizni misol uchun o'zimizni shaxsiy bir fikrimizni, bir statistikamizni olib gapiradigan bo'lsak, mana biz ishxonamizda deylik bir kunda 10 ta bemor keladigan bo'lsa, kimdir shikoyat bilan keladi. Kimdir bir realni bir tamti o'sha parazitlar orqali bo'layotgan kasalliklar bilan keladi. Kimdir proza profilaktika sifatida tekshirish uchun keladi. O'sha tekshirish jarayonida ham 10 ta bemordan 9 tasida bu narsa aniqlanadi. Endi deylik askariyda astritsa qurtlari aniqlanadigan bo'lsa, bu haligi keng tarqalgan qurtlardan biri bu kontaktni o'taveradi-da, bir ichni gigiyenasiga e'tibor bermaganligi hisobiga deylik yoki bir mana pullarni, har xil narsalarni oldi berdilardan o'tishi mumkin. Oxirgi yillarda shu narsaga ko'p to'g'ri kelyapmiz. Mana Lambliya, Karlikovый tsepin, Bычий tsepin qurtlarida mana shu yerga ozgina qo'shimcha qilib keta olasiz. Mana shu narsalarda iloji boricha oddiyroq tilda bir kimdir tushunadi, kimdir tushunmaydi.
biz mana ish jarayonida deylik mana askariyda bu shu где-то 10-15 santimetr atrofidagi qurtlar bo'ladi и astritsada bu mayda oq qurtchalar bo'ladida. Bular o'zi ko'p, keng tarqalgan, o'zi butun dunyo bo'yicha keng tarqalgan. No mana bычий цепень degan qurtimiz bor. U deylik go'shtlarni yaxshi bir qo'g'rilmaganidan yoki go'shtlarga yaxshi ishlov berilmaganidan yoki shu narsalardan zararlangan mol qo'ylardan o'tadi endi qurtlar. U juda katta bo'ladi. U 1-2 metr emas, 10-15 metrgacha ham dastiga chiqadi. Odamni organizmida. И u narsa odamda уже rosmona как parazit yashab turib, u har bir hojatga borganda yoki kechasi bilan misol uchun tushib ham qoladi, to'g'ri pishordan chiqib turadi. Даже shunaqa bir klinikalar, anaqalar bo'lgan, bir bemorlardagi odzivlar og'iz tomonidan ham chiqib ketgan holatlari ham bo'ladi-da. Bizni mana shu 10 yil ichida bu narsadan shug'ullanib kelayotgan bo'lsak, oldin buni bu darajada muammo kattaligini o'zimiz ham tasavvur qilmaganmiz. Lekin ish jarayonida misol uchun diagnostikamizni kuchaytirdik tekshirish jarayonida. Ishlayotgan laboratoriyada o'qitish tizimi, xodimlarni o'qitish tizimini kuchaytirgan sari diagnostika shuncha mukammallashaveradi-da. Точный aniq diagnoz qo'yiladi. Aniq diagnoz qo'yilgan sari bemorlarda qurt bilan zararlanish soni ko'payishni boshladida. Yanada. Hali shunga hozir точный statistikani men ayta olmayman deyishim sabab ham shunda-da. Hali yo'q degani bu realno yo'qmi yoki diagnostika to'la bo'lmagan. Ha. Demak, bunda hozirgi kunda aniq sonlar bilan ayta olmaymiz, lekin bugungi kunda sizga kelayotgan mijozlarni ortib borayotganini kuzatsa bo'ladi. Ortib borishini ham, lekin yana bitta narsa biz tekshirish jarayonida ham misol uchun askariyda astritsani misol uchun chiqayotgan bo'lsa deylik, yillar mobaynida уже lamblyoz ko'payishni boshladi. Lekin dunyo bo'yicha ham o'zi lamblyoz ham katta bir nima deydi, zararlanish ploshadini olgan-da, ko'pchilik zararlangan. Lekin diagnostikasi qancha kuchaygan sari, ya'ni tashxis qo'yish qanchalik mukammallashgan sari shuncha qurt bilan zararlangan odamlar soni ko'payib ketdi-da. Bizni yoshligimizda endi o'zimizda ham balki kuzatilib tindag'imizni tishimizni orasiga solib yursak, sani qurting bor shekilli deyishardi-da. Demoqchi bo'lganim mana shu gijja mavzusi faqat yosh bolalarda kuzatiladi, yoki gigiyenaga hali amal qilmaydigan har bir odamda bu kuzatilishi mumkinmi? To'g'ri. Faqat yosh bolada emas, endi aksariyat holatda mana lichniy gigiyenaga e'tibor bermaganda. Bu lichniy gigiyenani hisobiga yuqadigan qurtlar ham bor. Masalan, siz aytasiz, og'zimizga qo'limizni solib tursak, qurting bor. Qurtni bor deb belgisi emas, shu orqali qurt yuqishini bitta belgisida u. Endi bir shunaqa holatlar bor. Misol uchun lichniy gigiyenasini zo'r qilib yursin. Siz zo'r qilib yurasiz, oilangizga zo'r qaraysiz. No, deylik mana yaxshi qo'g'rilmagan yoki yaxshi pishirishga ishlov berilmagan go'sht mahsulotlari orqali bitta qurt turi yuqishi mumkin. Yoki deylik gigiyena zo'r, hamma yo'g'i zo'r. Uyingizda zo'r qaraysiz, hali misol uchun zelinlarda, ko'katlarda zo'r обработка qilib, ovqatingizni, salatingizni qilasiz, lekin kafega yoki oshxonaga kirsangiz, u yerda bu narsaga e'tibor bermash mumkin. Be'tibor bo'lishi mumkin, to'g'ri. Lekin sizni gigiyenangiz joyida, qo'lingizni har safar ovqatga o'tirayotganda yuvasiz, turayotganda yuvasiz, bitta tishqisiz yuvasiz, hamma yo'g'i zo'r. Lekin oddiy shu salat orqali ham yuqishi mumkin. Shuning uchun har bir nimalarimizga ham, obunachilarimizga ham aytamizki, ayniqsa bizda erkaklarda yoki umuman vodiy xalqida go'shtxo'rlik, yaxshi ovqatlanamiz, go'shtga ham e'tibor berish kerak. Keyin har bitta odam men mukammal, menda yo'q yoki men o'zimni ehtiyot qilib yuribman deyishi, demak, noto'g'ri ekan. Buni kutmagan holatda mehmondorchilikka borganmiz yoki men ko'chada ovqatlanganimizda
bu narsani yuqtirib olishimiz mumkin. mumkin, bemalol ekanda. Yaxshi. Xo'p, inson o'zida gijja borligini qanday bilsa bo'ladi? Qanday sezadi o'zida? Qanaqadir alomatlari bormi? Endi hali misol uchun mana astritsa bilan zararlandi deylik bemor. Bu yerda orqa peshobda qichishi bitta katta belgilaridan biri. Askariylar bilan zararlanadigan bo'lsa, qorin bo'shlig'idagi bir mijuvchi, siquvchi og'riqlar. Deylik, yana boshqa bichi tsepi bilan zararlanadigan bo'lsa, u yerda shu aytgandek axlatiga tushib qoladi. Yegan narsasi uncha singmaydi o'ziga. Shu belgilar lamblyoz bilan zararlansa, o'tida dimlanishi bo'lishi mumkin. Lekin bu hamma belgilar bu bo'lishi mumkin belgilarda. Biz simptomlar ham ketishi mumkin ularsa. Yoki bu komorbidnost deymiz, tibbiyotda shunaqa so'z bor, ikkita kasallikning biri kelishi. Misol uchun deylik, nervni siklar bo'ladi yosh bolalarda, ko'zini pirpiratadi, qoshi uchib turadi. Nevropatolog o'zini lecheniyasini na высшем уровне zo'r qilib bajaradi, полный standart bo'yicha. Lekin bemordagi u natija bo'lmaydi. O'sha paytda o'zi antiparazitarka, shu qurtiga qarshi lecheniya qilinsa, shundan to'xtaydi. Ha, demak bu hatto nervga ham ta'sir qilishi mumkin. Yoki mana deylik, bizni mana praktikamizda siz aytdingiz, yosh bolalarda, yosh kattalarda ham bo'lishi mumkinmi deyapsiz. Yosh katta, misol uchun opalarimiz, onalarimiz keladi, semirib ketyapman deydi yoki qornim dam bo'ladi deydi. Diagnostika qilib tekshirganimizda bu yerda oddiy lamblyoz ham chiqadi-da. Sabab lamblyalar shu o't yo'llaridan ham joylashib turib, ancha bir o'tda dimlanishlarga ham sabab bo'ladi. Hazm tizimiga sabab bo'ladi, ich qotishiga sabab bo'ladi. Lambyozga lecheniya qilinadi. Qo'shimcha deylik va qo'shimcha bo'lgan kasallik ham lecheniya qilinadi. Shundan natija bo'ladi. Na высшем уровне bo'ladi natija. Agar o'zini asosiy kasalligini davolab turib, o'sha paytda lamblyoz aniqlanganini bilib turib antiparazitarka qilinmasa, bu lecheniya o'sha oxirgacha emasda, haligi baribir klinikasi yana chiqaradi bir oydan keyin. Ishga davolandimi, yana kasal bo'lyapman deb, yana shunaqa bir мнение bo'lib qolaveradi bemorlarda. Sardor aka, mana shu gijja, parazitlar bo'yicha dorixonadan olingan dorilar bittada hech qachon muammolarimizni hal qilmaydi. Mana shu dorilar bo'yicha ozgina to'xtalib o'tsak. Yaxshi. Endi dorilar mavzusi ham bir nima deydi, bir nozik mavzu deb ayta olamiz. Bu dori yaxshi ekan, bu yomon ekan deyolmayman, lekin boya aytib o'tganimdek, misol uchun mana diagnostikasini biz to'g'ri qo'yib olsak, qurtda qaysi turi bor, necha xil turi o'zi chiqdi bemorda aniqlandi. Shuni aniqlab olgandan keyin nafaqat bu yerda уже antiparazitarka ketadi. Bu yerda deylik jigarda misol uchun hamma antigilmitniy preparatlar, почти hammasi gepatotoksichnosti borda, bu jigariga nagruska beradi. Bu narsani noto'g'ri iste'mol qilib qo'ysa yoki чересчур iste'mol qilib qo'ysa. Endi gepatotoksichnost bergandan keyin уже jigarga ham дополнительный lecheniya qilish kerak. Alohida. Endi qurtda deylik falaj qildi, jigariga biz lecheniya qilyapmiz. Endi buni ichaydan chiqarib olishgani bitta lecheniya qilish kerak. Уже bu degani mana bitta deylik qurtga qarshi dori bilanla biz bemorni qurtdan ozod qila olamiz degani emasda, bu yerda уже kompleks 3-4 xil dorini ketma-ketligini ichishda nazorat qilish kerak. Mashinadan farq biz aniq qilsak bo'ladi. Buni не факт, что hamma bu narsani punkt bilan oxiriga yetkazadi. 7 kunda bir ichadiganlar bor, 14 kunda bir ichadigan dorilar bor. Bir kunda 2-3tadan chiqib, yana bir hafta dam olib yana ichadigan joyi bor. Mana shu narsa siklni полный bajarsa keyin natija bo'ladi. Agar bajarmasa, qurt ham oxirigacha davolamaydi, lekin jigarini yoki ichagini ziyon qilib qo'yishi mumkin. Mana shu mavzudan uzoqlashmaylikda. Men yoshligimda esimda bor, mana shu gijja qurt mavzusida
mayda oq dog'lar ozgina paydo bo'lib qolganda shu uydagilar endi xalqona tabobatda nazarda tutyapman. Shu qurti bor, me'dasi bor ekanda. Maydalab chesnoyni sutga aralashtirib berishgan. Ichganmiz-da ular achchiq bo'lardi bir esimda. Ichganlar bo'lsa komment yozinglar-da. Ya'ni nima demoqchim, mana bu zamonaviy tabobat, ya'ni dorilar yoki davolash tizimiga biz o'zimizni xalqona va shu sarimsoq, piyoz va shu narsalar ta'sir o'zi o'tkazadimi? Bular yoshligimizda biz bekordan bekor yechmaganmizmi demoqchiman-da. U ta'sir o'tkazadi. U yana foydasi bor. Bekor yechmagan ekanmiz. To'g'ri, lekin bitta narsasi bor, hali Ibn Sino ham kitobda bitta narsani yozgan joyi borda. O'rik qoqini deydi, misol uchun 2 ta 3 tasi dori, 4 ta 5 tasi ovqat, 6 ta 7 ta va undan ziyodasi zahar deyilganda. Endi bu o'rik qoqi shuni ko'p iste'mol qilsa zahar ekan yo ziyon ekan degani emas. Bu majoziy ma'noda. Shu narsaning me'yori bor-da. Chesnokni biz ko'p iste'mol qildiradigan bo'lsak, bemorlarda u qurtini zo'r qilib, chotki qilib tozalab qo'yishingiz mumkin, lekin u bemorlar yosh bolalarda chesnok ko'p iste'mol qilingan bo'lsa, bosh miyadagi o'zgarishlarga ham sabab bo'lishi mumkin. Har bitta narsani o'zlashi me'yorini нужно соблюдать, shuni nazorat qilishimiz kerak. Bizni o'zimizni yo'nalishda ham, misol uchun, tabiiy yo'nalishlar bilan qilinadi. Giyohlar bilan chesnokda ham ayrim anaqasi bor, lekin unda ham ayrim turi bor chesnokda. Ha, chesnokda ham farqi bor. Mana oshqovoq urug'i deymiz, oshqovoq urug'ida ham farqi bor-da. Bu nima deydi? Asl joylarda hamma anaqa qiziq shularni nimaga aytsam, demoqchi bo'lganim, uy sharoitida ham qaysidir ma'noda demak inson o'zini o'zi davolashi mumkin ekan. Albatta. Unda shuni ham jichcha ozgina ma'lumot bersang. Mana haligi anaqa bor, bizdan xalq tilimizda oshqovoq urug'i bu qurtni haligi nima deydi, pulni dovlab yuboradi, qurt tushirib yuboradi, ko'zini o'yadi deyishadi. Lekin internetda, mana Instagramda ham, YouTube'da ham xabar informatsiya slishkom ko'p-da. Ayrim holatlarda haligi informatsiya noto'g'ri ma'lumotlar ham ko'p. Misol degan Xitoydan keladi, oshqovoq urug'ini mang'izi keladi. Shu mang'izini tuyib ham, bir qaynatib ham, ovqatga ham, pishiriqqa ham solib berishaveradi. Shu qurt tushiradi. Darshimda ishchilarga ham solib sotyapti do'konlarda. Bu yerda bitta narsa bor, oshqovoq urug'ini mang'izida emas, uni xususiyati. Uni xususiyati misol uchun skarlupasi bor, lekin misolni mang'izda shunday plyonkasi bor. Kajurasi. Bu. Kajuraning orasida mang'iz bor. Mang'iz bilan kajuraning orasidagi plyonkasi bor-da. Hamma gap shu plyonkada. Nima uchun plyonkada desiz, o'sha plyonkani tarkibida kukurbutin degan aminokislotasi joylashgan-da. Shu aminokislotani hisobiga lambliozam, karlikovый tsepinlar, vich-tsepin, askarida, astritsa qurtlar mishchini tonusi falaj oladi. Prisoskalari usholmaydi. Qimillab ketolmaydi. Shu karaxt bo'lgan holatda tushib ketadi. Ishqilib bu videodan keyin oshqovoq urug'i qimmatib bitmasa bo'ldi endi. Eng qizig'i shu oshqovoq urug'ini ham, misol uchun, sushkaga kirgani bor. Sushilkaga kiradi. Misol uchun sushkaga kirmagani bor. Haligi ikisi chiqadi-yu. Sushkaga kirmagan holatda shundan farq qiladi. Uni sifati. Определенный alohida o'zi turlari bor oshqovoqda. O'shanda shu kukurbutin modda ko'proq bo'ladi. Biz yo'nalishda shu именно определенный turini olamiz, kukurbutinni ruchniy putyom собирать qilamiz. Ruchniy ajratiladi. Oddiy chesnokni oladigan bo'lsak ham, masalan, chesnokni Abxaziya bilan shartnoma qilib o'sha yerdan olib keltiriladi.
vitrina sushkada suv quritilinadi. Bir so'rtakka o'xshagan narsa qilinadi, osib qo'yiladi, shamolda quritiladi. Tabiiy ravishda. Ha, sababi o'sha holatida undagi moddalarda kачественный sifatli moddani ushlab qolinadi. Yoki mana pijamaga olaylik. Pijamani bizni yo'nalishda ishlatadiganlarimiz aytyapman, pijamani bargi, guli, stebili fasliga qarab turib ishlatamiz. Uni tayyor bo'lganda uni определённый o'zi odamlar bor, uni biz uchun haligi kesib, alohida sushit qilib, lipistokini hammasini alohida ajratib qo'yadi. Sababi sovuqda определённый joy ishlatiladi. Issiqda определённый joy ishlatiladi. Sababi pijamani yoki bir shunga o'xshagan giyohlar bor. Чересчур употребление ko'p iste'mol qilib borsa, biz foyda qilamiz, biz ziyon ham qilib qo'yishimiz mumkin. Navorot ishlashi ham mumkin. Naborot ishlamaydi, lekin xalqimizda gap bor, qosh qo'yaman deb ko'zingni o'ylayapti deydi. Shunga o'xshagan narsa bo'lib qolishi. Sardor aka, qarang, mana bugungi kunda 2026-yil desak, siz bilan kecha parazitlar mavzusida xalq uchun mana podkast olyapmiz. Yoki umuman ijtimoiy tarmoqda yaqin deylik 2-3 yil yoki 5 yilda rosa ham ko'paydi. Mana bilmayman, hali gap bor xalqimiz orasida ham hozirgi yoshlar nimjon yoki qanaqadir gap. Biz yoshligimizda o'sha daraxtdan uzib yeyishlar. Misol uchun, agaroddan ham sug'urib sal ag'bag'ini artib yeyishlar. Bu hozirgi kunga umuman hali ko'rsa bir katastrofa deydi ruschasiga, shunaqa bir ko'rinadi-da. Lekin hozir misol uchun gigiyena oldinga nisbatan anaqancha rivojlangan, e'tibor katta va holanki sizni gapingiz bo'yicha mana hozir sizga kelayotgan klinikangizdagi mijozga nisbatan bu battar ortib boryapti. Sababi nimada? Endi sababi mana ekan deyolmayman, shaxsan o'zimning fikrim. Bizda haligi haqiqatan uydagilar biz ayashmaganda. Shunaqa, ha. Biz shikirson haligi biz anaqa esimizda bor. Biz olma yeyish uchun bozordagi olamiz, borib turib daraxtlarni yeganimiz bo'laycha tatib. O'zi qo'limiz kir bo'la, yana unga hali artib, o'sha xursand bo'lib yevoraverardi. Haligi immuniy sistemamiz o'sha paytda biz ko'proq tabiiy narsalarni iste'mol qilib katta bo'lganmiz-da. Misol uchun sizlarni bilmayman, bizda hali mandarin, bananlar faqat yangi yil kuni. Yangi yilda bo'lasiz. Shunaqa. Yoki bir qo'shimcha qandaydir bir ichimliklar ham yo tug'ilgan kun yo yangi yilda. Shunaqa. Deylik, biz oilaviy buni yig'ilib turib bir shashlikami yo bitta oshxonaga ujin qilgan chiqishlik, ya'ni mana bir 2-3 oyda bir bo'ladi yoki 1 yilda bir bo'lasizda, u biz uchun bayram edi-da. Shunaqa. Hozirgi kunda biz bolalarimiz qo'pol qilib aytsa, bir zo'r natija qilib bersa ham maktabda yoki bitta bir kimdir maktab bo'lsa ham обязательно kiramiz va fast food olib ketamiz yoki bitta joyga kirib sushi yeymiz yoki yana boshqa narsa yeb ketamiz. Почти ovqatlanish jarayonimizga ham kimyoviy narsani zararligi qo'shib yordikda ko'p. Ya'ni ratsionimizga. Bu narsaga haligi tabiatda, vaqtda yo'q qurtda emas, buni birinchi o'rinda ayb o'zimizda-da. Biz nimjonlanishda o'zimiz sababchi bo'ldik deb o'ylayman. Bunday bir искусственное питание, bir kimyoviy narsalar, kimyoviy dabavkalarni ko'paytirib yubordik. Haqiqatan ham to'g'ri. Hozir misol uchun ovqat uchun qo'shib yeyiladigan har xil ketchup, mayonezlar, misol biz yoshligimizda bu narsa bo'lmaydi, tabiiy pomidor shakarov yoki shu ovqatni shularda yeyilgan xolos. To'g'ri. Hozir endi deyarli hattoki ichayotgan ichimliklarimizda ham misol uchun даже mana shu nonimizda ham balki qanaqadir ximikatlar bordir. To'g'ri tushunish kerak ekan haqiqatdan. Demak, odamlar nimjonmas, biz o'zimiz sababchi bo'lib bo'lyapmiz. Endi bu mening fikrim. Ya'ni hammaning o'zining fikri bor. To'g'ri. Shaxsan mening fikrim. Xo'p, endi klinika, ya'ni
ozgina sizni biznesingiz va o'zi shu bilimlaringiz bo'yicha tomonga sekin o'tsak. Ya'ni klinikada ijtimoiy tarmoqlarda shunday offer deydi, ya'ni ma'lumotlar beryapsizlar. Agar natija bo'lsa, pul to'laysiz degan ma'lumot. Shular bo'yicha ham bizni ko'ra ham mijozlar inshaalloh balki 90-100% balki bizni klinikaga kelib yoki sizga kelib davolanar. Bular beixtiyor baribir klinikani ijtimoiy tarmoqlarni hozir hamma ma'lumot olishga qiziqib ketgan, bu ochiq, shaffoflik bo'lib ketgani uchun shu offer bo'yicha jicha ma'lumot bersiz. Haqiqatda shunaqa bir kontent deymizmi, yo shunaqa bir informatsiya tarqatganmiz. Buni sababi nimada? Biz tibbiyotda bir oltin bir qonuni bor. To'g'ri tashxis bu 50% shifo deyiladi. Tashxis aniq bo'lsa, uni davolash oson. Biza klinikada biz eng katta uporda biz diagnostikaga berganmiz, shu tekshirishga. Misol uchun gijjaga tekshirmoqchi bo'lsangiz, axlat analizingizni olib borib, poliklinikagami, SESgami, любой laboratoriyaga olib boradigan bo'lsangiz, bitta analizni tekshirib berib turib, sizda misol uchun mana qanaqa qurt chiqdi, askarida chiqdi yoki gastritsida chiqdi deb bitta axlat analizi bilan diagnoz tasdiqlanmaydi. Uni 3 marta olib borishingiz kerak. Qayta. Qachon dushanba olib keldingizmi? Chorshanba borasiz, keyin juma borasiz, через день. Olayotganda har xil joydan olish kerak. Buni ham farqi bor. Uni imенно standart bo'yicha to'g'ri analiz topshirishning o'zining qonun qoidasi bor. Xuddi shunaqa qilib analizni olib bora olsangiz, oradagi vaqtda ham bor-ku bu yerda. Shu vaqt ichida olib borsangiz, keyin sizni analizingiz to'g'ri chiqishi mumkin. Hattoki shu vaqtigacha e'tibor berish kerak. Endi kimdir qo'pollikka olishi mumkin, har xil olishi mumkin. Ya'ni masalan, o'sha analizga olib qo'ygandan keyin xotirjam bo'lib qolmasdan o'z vaqtida yetkazib, shu laboratoriyaga borish kerak. O'shani ham katta rol o'ynaydi-da. Endi misol uchun mana qon orqali topshiriladi. Diagnostikalarda misol liambliaskarid astritsalarda o'zining shifrlari bilan shular chiqib bo'lsa, tasdiqlanadi. Birinchi aytgan metodimdan ham, ikkinchi aytgan metodimdan ham dostovernost diagnozi misol uchun bu darajada высокий emas-da. Deylik bu yerda misol tariqasida 60-70% tashkil qilyapti dostovernost. Uni endi 80% qilyapti deylik. Bizda nima bo'ladi? Bizga bemor keldi. Через klizmu bu narsadan biz mazok olib turib tekshiryapmiz. Lecheniamiz 1 kundan 6 kungacha-da. Hali bu aytib o'tganda birinchi metodda 3 marta tekshirsa keyin dostoverniy bo'ladi deyapman. Bizning metodda shu 6 kun tekshiramiz. Yashin bo'lganda ham tortib olamiz. Yana ham bir aniqlik nuqtasini qo'yinglar ekanda. Aniqlik nuqtani qo'yib olganimizdan keyin o'sha konkretno qayerda og'riqli nuqta bo'lsa, qayerda nima chiqqan bo'lsa, uni целенаправленно ura olamiz-da. Shuni hisobiga biz diagnostikamizga biz xudo xolasa ishonib turganimiz uchun davolash bizga muammo emas. Mana shu bemalol hali uvering deydi ruschasiga, ishonch bilan aytayotganingiz besabab bas. Sardor aka bo'lmasam, bizni kuzatayotgan obunachilar yoki endi birinchi marotaba kuzatayotgan insonlar uchun mutaxassis sifatida uy sharoitida mana shu gijjalardan qutulish yoki saqlanish bo'yicha bir 3 tami bilingiz boricha ozgina ma'lumot bersangiz. Bu hali чисто bu yerda личный gigiyenani qattiq e'tibor beraylik. Eng asosiysi gigiyena ekan. Deylik misol uchun 6 oyda birmi, bu 6 oyda bir bo'lsa 1 yilda bir gijjaga tekshiruv. Lekin 6 oyda bir bo'lsa u yana ham zo'r bo'ladi. Shu narsani tekshirtirib turish. Qolgan narsalar уже по ходу pes o'zi ketaveradi. Mana shu ikkita narsaga odam e'tibor bersa, eng muhim asosiy nuqtalari. Uni hali davolashga, profilaktikasiga emas, biz oldin olsak,
davolashga zarurat qolmaydi. Hali aytgandek kasalni o'tkazib yuborgan, oldini olgan maqsadli. Da. Mana shu gijja parazitlar endi baribir hamma shu hayotda yashayapti. O'shu siz aytmoqchi axlatdan olinadi buni analizlari deb. Misol biz kun davomida yoki umrimizda har xil narsa iste'mol qilamiz. Yumshoqroq, tez hazm bo'ladigan yoki qattiq uni go'shtlar 8 soatda hazm bo'ladi deyshadi. Mana shu organizmimiz baribir 8 soat bo'ladi qancha mana shu qattiq narsalarni ham hazm qiladi. Ya'ni achitadi, oxirini aytadigan bo'lsak. Shunda ham shu parazitlar bir yo'q bo'lib yoki ularga bir ta'sir o'tmaydimi hech qanday? U endi o'tadigani ham bordir qay miqdorda. Endi hammasi shunaqa joylashganki, misol uchun lamblyoz bor joyga o'sha askariyda astralitsalar ham endi immuniteti bor deymizda endi. Bu narsa kislotnosiga ham, ichadagi floraga ham, ichadagi o'zini zaharlariga ham, oshqozon ichadagi zaharlarga ham ular qattiq bo'lgan-da bu narsaga. Unga ziyoni yo'q. Biz uni faqatgina kimyoviy yo'l bilan yo определённый целенаправленный qo'shimcha giyoh yoki boshqa narsalar bilan urishimiz mumkin xolos. Unda ham o'ldirmaymiz-da. Unda ham paralech qilib, keyin chiqarib yuboriladi-da. Ularni o'ldirib, chiritib olib, yo'qotib olish imkoni yo'q. Faqat organizmdan chiqarib yuborish imkoniyati bor. Xo'p, mana shu holatda asosan yosh bolalarda nazarda tutadigan bo'lsak, bizni kuzatayotgan onalarga siz beradigan tavsiyangiz yosh bolalar uchun nimalarga e'tibor berishsinlar? Bizda bitta holat ko'p uchraydi-da. Birlikda ginekologlarimiz bor. Biz bilan qanday hamkorlikda ishlaydi. Bemorni jo'natadi, farzand ko'ra olmasa ham qizlarni jo'natishadi. Yoki qandaydir yosh turib, turishga chiqmasdan turib, qandaydir endokrinologический bir disbalanslar va kasalliklar chiqib qoladi. Amerikada 2022-2021-yillarda bitta открытие bo'lgan ekan. Bisplodiya, miomalar, shunga o'xshagan kasalliklar, ginekologik kasalliklarda qo'zg'atuvchilardan biri bu astralitsa qurti deb chiqqan joy bor-da statsiyada. Men bitta maslahat bergan bo'lasini, misol uchun shu 6-7 yoshdan tortib turish, turmushga berguncha onalarimiz qizlarga e'tibor berishdi. Shu bir yilda bir tekshirtirib, agar astralitsa chiqadigan bo'lsa, ya'ni nafaqat amaliy qo'lni yuvish, lichniy gigiyenasi, balki bir ichki bilyolarga qaraydigan lichniy gigiyenasi. Bir qo'shimcha bir qandaydir lichniy gigiyenaga e'tibor berishda birinchi o'rinda nazorat qilish. Mana shu gigiyenasida qo'shimchasiz havo orqali ham mumkinmi? Конечно. Biz kutmagan joylardan ham kapelni o'tadi, askariydan tuxumlar o'tadi. Bali bronxitlar bor-da, demak ular atom zarralari nimasida ham havoda uchib yuradi. Ha. Misol uchun o'pkaga urut bo'lgandan keyin askariydan tuxumlar har bir yo'talganda уже ploshkaga ketaveradi. Shunga bizning klinikada biz shu narsani qilganmizki, обеденный перерывda polni kvartsil lampa yoqiladi tepada. Shu fayed bekarga katta ham ushlab qolishimiz ham katta sababi chang va hammasi shuni tepaga chiqaradi, kvarts yoqiladi. Shu narsani ushlab turish uchun, o'ltirish uchun. Bu profilaktika yana ham oldini olish uchun. Sababi bu yerda bemorlardan tashqari o'zimizning xodimlar o'zimiz ishlaymiz, yo'llarda shu narsaga ham qilinadi, e'tibor beriladi-da. Endi baribir hamma narsani boshi bo'lgandek oxiri bor. Siz bilan bu mavzuga qancha chuqurlashsak, menimcha mavzu juda keng. Shuning uchun sizdan obunachilaringizga yoki bemorlarga mana shu kommentariyada eng chiroyli fikr bildirgan yoki bir og'riqlangan bir oddiyroq oilalarga 3 tasiga bitta bonus qilib bersiz. Bizimiz. Nima deysiz? Bizamiz. Demak, mana shu videoda kommentariyada 3 kishiga qilaylik.
Kelishdik. 3 kishiga faqatgina eng chiroyli komment yozgan insonga yoki haqiqatdan o'sha farzandi agar shu kasallik bilan aziyat chekayotgan bo'lsa, o'sha insonga bepul tashxis qo'yib, muolajasini qilib bersak. Uni qarshilik. Bemalol faqat kommentga e'tiborli bo'lasizlar. Sardor akani o'zi ham o'qib chiqadi. Shuning uchun bosamiz. Akajon, sizga katta rahmat vaqtingizni ajratganingizga, vaqtingizga rozi bo'ling. Rahmat.